Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhiniki Sahih Buxari namlı kitabıda biz tünüginki babdaki oyğun okuvatımız tünüginki babda ögüzde, münberde yağaç mesela karvat o'xshash bir de yağaç materiallar üstüde namaz okusu bolamdı bulmamdı degan bab o'ttirib qo'ygan. Endi bu zimindan boshqa ayrim turdagi narsalarda namoz o'qisa bo'lamdi, bo'lmamdi degan mazmunda. Bugun shu babniki ostida yana 378 nomerli hadis bor. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Abdurrahim hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot bizga Yazid ibn Harun degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Humaydut Tavil Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis bayon qilib bergan edi deydi. Bu 4 raviniki hammasining tarjimalari boshdan chiqib o'tgan. Hamda Anas ibn Malikning deyishicha haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qatim otdan yiqilib tushib, pochiqi va yoki tog'iqi yarlangan. Ba'zi rivoyatlarda puti ajab ketgan yoki puti chiqib ketgan deyilgan, ba'zida rivoyatlarda shu o'ng tarafi yaralangan deb kelgan. Umuman biz vaqtida umuman yaralanish bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga muborak jasadda. Shu jarayonda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarni bir oy tark etishni o'ziga bekitgan, belgilim qilib tayin topg'izganda, shuningdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi mushu bir satmada o'ltirgan uyga kirmay bir satmada turgan. Bu satminiki pashtiqi mushu nimidan xorminiki ko'taklardan yasalgan. Boshqa payg'ambarimizning sahobalari kelgan vaqtida Rasulullohni yo'qlab, payg'ambarimiz ularga o'tirib namoz o'qib bergan. Sahobalar o'rtugan. Payg'ambarimiz salom berib bo'lgan vaqtida bundoq deganda, imom degan shu namozni komil ado qilish uchun buyurilgan yoki bekitilgan. Takbir etsa takbir etinglar, ruku qilsa ruku qilinglar, sajda qilsa ondan sajda qilinglar. Agar o'rib turib namoz o'qib bersa, sizlarga o'rib turib namoz o'qib turinglar degan. Bizga bu hadisga muhim nuqta, ya'ni mishadi payg'ambarimizniki shu yerdan usturak Ka'ba satmada namoz o'qiganligi bizga muhim. Demak, yer turdan boshqa narsada namoz o'qib bo'ldi degan bo'ldi. Endi 29-chi kunisi bo'lgan vaqtida ular dediki, ya Rasululloh, bu sizlar bu bir oy o'zlarini shu oildan xotin bola vaqidan ayrilib turishni o'zlariga va'da qilganlar. Bu 29 kun bo'lgan vaqtida qaytib kelg'o degan vaqtida payg'ambarimiz oy degan 29 kunmi bo'ladi deb shunaq degan. Demak, bu hadisda işte karvatlarda yerdan egiz narsalarda namoz o'qisa bo'ldi deganlik kelib chiqdi. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.